Tanlagan rangingiz katalog bilan nimaga birga-bir chiqmasligiga ikkita asosiy sababni keltiraman. Shunda videoni saqlanch qilib yaqinlarga jo'natib qo'ysanglar, aniq foydali bo'ladi, chunki juda ham oddiy yo'l bilan tushuntiraman. Qaranglar. Mana hozir bizda 10000 Kelvin bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqda yarki rangga mana tutyapman, ko'rdinglar? 10000 Kelvin. Sekin mana kamaytiryapman. Sezayotgan bo'lsanglar, rang o'zgaryapti, ko'rdinglarmi? Oxirida mana 2000 Kelvinga tushdi, rang vashi buzilib ketdi. Yashil qanaqadir yashil emas, rozoviy qanaqadir rozoviy emas, mana balotoviy svet ham qanaqadir balotoviy svet emas-da, lekin buni normasi mana agarda 4000 Kelvinga ko'tarib qo'yadigan bo'lsam, mana normada. Yashil ham priyatniy yashil, ham rozoviy ham priyatniy bo'lib chiqyapti, ko'rasizlarmi? Bu bitta sababi, ya'ni yorug'likni to'g'ri tanlash, Kelvinini to'g'ri tanlash kerak bo'ladi. Ikkinchi sababi ko'pchilik kraskalayotgan paytida bo'yalganidan keyin 10-15% ga rangi o'zgarishini hisobga olmaydi. Mana undan keyin mana shunaqa muammolar kelib chiqadi. Xullas, agarda siz bizning showroomga keladigan bo'lsangiz, o'sha birga-bir chiqish kerak deydigan bo'lsangiz, mutaxassislarimiz sizga rangni to'g'ri tanlab, to'g'ri hisob-kitob qilib berishadi. Xudo xolasa uyingizga borgandan keyin birga-bir chiqadi. Eng asosiysi Angliyani sifatli mahsulotlari kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Deluxe'ga marhamat. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, saqlanib qo'yinglar. Yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.